Qo'yimiz oqsoqlanib turadi. Biz oyog'ini ochsak mana. Mana bunaqa tuyoq kasal bo'libdi qo'yam mana. Tozalab ochdik mana. Oqsasa tayini ochib ko'rish kerak birinchi navbatda. Urgan deb o'ylovdik. Lekin mana ochdik, urmagan ekan. Ring chiqyapti. Nektar yuz bo'lganda qo'yam. Doktor ko'proq nimadan bo'ladi? Sovuq oyoq haligi ko'proq go'nglardan ajib. Tayi rosvo bo'lib turishligidan. Tayin toza saqlamaslikdan kelib chiqadi bu kasallik. Yuqumli ham bo'ladi. Hozir mana ikkinchi qo'yimiz. Ikkinchi qo'yimiz ham mana uchrayapti. Yo'q. Sehrli dorimizdan deydi-yu. Bu sehrli dorimi muskiporos bilan davolanadi. Endi spray sepsangiz ham bo'ladi. Kunda ushlab buni spray sepib, kerak qo'yib, vaqt ketkizgandan so'ng bitta muskiporos bilan baylab qo'yiladi, bo'ldi, tamom. 3-4 kundan keyin yechib tashlaysiz, tuzaladi. Xudo xolasa. 100%.